Bir banda bo'ldi, to'xtatdim gunohlarimni. Namozni boshlayman aytaman dedi. Alloh taolo uni qalbiga mana shu qarorni qabul qilishiga xotirjamlik bilan xursandchilikni, roziligini to'ldirib qo'yadi. Xotirjam bo'lib qoladi. Chunki Alloh taolo yaxshi ko'radi bandasini tavba qilishligini. Unga yordam beradi. Namozga yiqildingiz, eski hayotingizni o'ylasangiz, agar gunoh ma'siyatda bo'lgan bo'lsangiz, qalbingiz ezilib ketadi. Nimani belgisi shu? Alloh sizni qalbingizga iymonni chiroyli qildi, avvalgi hayotingizni xunuk qilib qo'ydi. Buni Alloh soldi qalbingizga. Aytayapmiz-ku, hamma qalb Alloh taolaning qo'lida. Astagfirullah va habbaba ilaykumul iymana va zayyanahu fi qulubikum va karraha ilaykumul kufra val fusuqa val isyan. Alloh sizlarga iymonni suyukli qildi va uni dillaringizga chiroyli ko'rsatdi, hamda sizlarga kufrni, itoatsizlikni, isyonni yomon ko'rsatib qo'ydi. Siz sababini qildingiz, Parvardigor o'zingga qaytaman dedingiz, iymon keltirdingiz, tavakkal qildingiz va gunoh ma'siyatni tashlab sababini qildingiz, Alloh nusratini berdi qalbingizga. Alloh yordam berdi sizga. Endi Alloh insof bersa biz ham qilarmiz deyotganlar, sen bir qadam bosadi Alloh tomonga, Alloh ikki qadam bosadi.